Hayırlı günleriniz. Bizning bugungi uchrashuv Seyleşmeli'nin üzerinden 50 yıllığına bağışlanır. Bizning temamız boshqalarimiz madaniy o'zaklarning bugungi hali ham holat bilan ishchanligi. Men shu temani Seyleşmeli'nin o'zagi misolida boshqasin. Bugungi bizning qonaqda начальник управления культуры Азатского державного была заместитель главы Советского района Асулы Франзина была. Bizning shu to'g'risida eskiga Rustamda Seyleşmeli'nin o'zagi bir qator ko'p ishlar olib boradi. Kun sayin biz kun sayin mana shu tomosha ishi bilan faollik bilan bolalar bilan uchrashib yashaymiz. Bizning bir qator ko'p bugungi kunda to'garaklar, bir ko'p направление. Bugungi kunda ular 60 ga yaqin. Bizning bir qator ko'p motor festival konkurslar o'tib boradi. Mana shu e'tiborlarni biz sizlarga tez xalqqa tanishtirishga tez biz bilan mana shunday motor uchrashuvlar